Sana da ajrattık. 500 ming so'm. Ruslan Şakatoviç, mümkün mü? Kim? Vaqtdan adam kelip edi. Zat so'rap edi. Bo'ldi, berib bering bor bo'lmasa. Ağa, skladda qap ketken zatlar var edi. Sodan berjeyim mi? O'zi bugun yaxshi ishlaganlarga qo'shimcha ish haqidan tashqari 2 million so'mdan pul ajratib beryapti. Sana da ajrattık. 500 ming so'm. Ağa, men o'z magazin uchun jug'urib atganmi, jan kuydirib atganmi? Nega manga 500 ming? To'g'ri, sen harakat qilyapsan, mehnat qilyapsan magazinimiz uchun. Lekin bizga shunday ne'matlarni berib qo'ygan Allohga shukrchiligimiz, rahmatimiz, minnatdorchiligimiz shu birak narsalardan. Indamay, o'zlari tanlab eng yaxshilaridan olib ketsin. Shuhrat, Allohga chiroyli bir qarz bering.